Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilari. Xohlasa mana Ramazonni ham oxirgi kunlarga yaqinlashib qoldi. Qo'llab-quvvatlab duolar qilib turinglar. Xohlasa Ramazondan keyin behijolat juda qattiq ishlaymiz. Allohdan so'rab turibmiz. Salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab bizni yaxshi insonlarga jo'natib qo'yinglar. Haytechmi bu? Haytech. Bilmayman. Nomini ham bilmaysan? Yo'q, energetik ma'lum. Osoyish o'zi yo'q-ku. Bo'lam sig'ma. Bu jarayonlarimiz ham xudo xohlasa tugaydi. Dillalarni qo'ysa, shu bilan tugaydi. Endi bu mana bitta Tojikistonning ishini ha? Mana bu Tojikiston darvozasini ham boshladi xudo xohlasa. Bu ham velikan razmer. Ahror bey, kattasi bilan kichik bitta qilganda necha razmer? 523. Balalik uchun 80 midi? 356 ta. Mana bu Samarqand darvozasi, bu ham eniga 420, balandligi 380.